Yigitim mendan to'xtovsiz pul so'raydi. Nima qilay? Meni o'zi yaxshi ko'radimi? Qizlar, hayotda chesti bor erkak kishi bunaqa qilmaydi. U sizni umr yo'ldoshingiz emas, bir-biringizga finansiy podдержка berasizlar. Dasha shunda ham chesti bor erkak kishi o'zini ayolidan bunaqa yordam so'ramaydi. Haqiqiy yaxshi ko'radigan erkak kishi o'zini bunaqa yerga urmaydi, uyaladi asgina. Ornomusi bo'ladi, asgina uyalib, ehtiyot qiladi. Sizdan hozir pul so'raydi, ertaga boshqa narsa. Indinigi sizni nomingizga kredit olamiz deydi. Ishongan ahmoq tupoy qiz nima qiladi? Borib kreditni olib beradi. Xuddi shunaqa tupoy o'rtog'ingizga yuborib qo'yinglar. Mashhur Reels'si. Hayotda искренне yaxshi ko'r. Hayotda искренне yaxshi ko'rgan erkak kishi to'xtovsiz bunaqa qilmaydi. Noilojlikdan bir marta bilmasdan so'rab yuborishi mumkin, lekin unda ham unaqa yerga urmaydi o'zini.